Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan dars mashg'ulotimiz mavzusi ish qog'ozlarining asosiy turlari. Ish qog'ozlarining asosiy turlari asosan 4 turga bo'lib o'rganiladi. Bular birinchisi tashkiliy hujjatlar, ikkinchisi ma'lumot axborot hujjatlari, uchinchisi xizmat yozishmalari va to'rtinchisi farmoyish ish hujjatlariga bo'linadi. Tashkiliy ish hujjatlari asosan hujjatlar mazmuni o'sha muassasa va korxonaning huquqiy maqomi, tarkibiy tarmoqlari va xodimlarning boshqaruv jarayonidagi amalga oshirilayotgan ishlar asosida tuziladi va bu tashkiliy hujjatlar guvohnoma, buyruqnoma, nizom, ustav, shartnoma va mehnat bitimi bilan bitimlarni o'z ichiga qamrab oladi. Keyingisi ma'lumot axborot hujjatlari. Boshqa hujjatlarga nisbatan ma'lumot axborot hujjatlari juda ko'proq ish hujjatlarini o'z ichiga qamrab oladi. Ular quyidagilar: ariza, bayonnoma, bildirishnoma, vasiyatnoma, dalolatnoma, ishonchnoma, ma'lumotnoma, tavsifnoma, tavsiyanoma, tarjimai hol va tilxat ish hujjatlariga bo'linadi. Bu yerda boshqa bo'limlarga nisbatan ma'lumot axborot hujjatlari kishilar uchun tushunarli bo'lgan ish hujjatlari hisoblanadi. Ular yakka shaxs tomonidan ham yozilishi mumkin yoki bo'lmasa tashkilot korxona tomonidan ham yozilishi mumkin. Keyingisi farmoyish ish hujjatlari hisoblanadi. Bu turdagi hujjatlar asosan tashkilot rahbarining buyrug'i va ko'rsatmasi yoki bo'lmasa uning farmoyishi asosida tuziladi. Bular buyruq, ko'rsatma, farmoyish, qaror ish hujjatlari bilan bog'lanadi. Xizmat yozishmalari. Bu hujjatlarimiz manzil, taklifnoma, telegramma, telefonogramma, xatlar, talabnoma, diplomatik va tijorat yozishmalari bilan o'z ichiga oladi. Mana bu yerda guvohnoma ish hujjatlarining berilishi ko'rsatilgan. Guvohnoma bizda ko'proq xizmat safari guvohnomasi olinadi, ya'ni tashkilot korxona tomonidan, rahbar tomonidan o'zining xodimiga xizmat safari guvohnomasi beriladi. Xodim mana shu xizmat safari guvohnomasi orqali qaysi tashkilotga borishi yoki bo'lmasa qaysi davlatga borishi, umuman olganda mana shu guvohnoma ish hujjatining ichida ko'rsatib o'tilgan. Yo'riqnoma ish hujjati. Yo'riqnoma ham demak bu huquqiy hujjat hisoblanadi. Ya'ni bu hujjat ham mana bu quyidagi zarur qismlardan iborat. Birinchisi eng yuqori tasdiqlash sifati deyapti. Ikkinchisi hujjatning sarlavhasi, ya'ni yo'riqnoma hisoblanadi. Uchinchisi matni, ya'ni o'sha kim tomonidan yozilganligi. To'rtinchisi yo'riqnoma tuzuvchining lavozimi, shaxsi, imzosi hisoblanadi. Va beshinchisi yo'riqnoma tuzilgan vaqt, sanasi, tartib raqamlari yoki bo'lmasa uning shartli raqami indeksi ko'rsatib o'tiladi. Bu yerda mana yo'riqnoma haqida, yo'riqnoma nimalar haqida namunalar ko'rsatilgan, namunalar berilgan. Bu yerda mana o'sha nimalarni hozir alohida taqsimlangan. Buyruq ish hujjati ham bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Buyruq ish hujjati ham tashkilot va korxona rahbarlari tomonidan tuziladigan ish hujjati hisoblanadi. Bu hujjat ham huquqiy hujjat hisoblanadi. Boshqa hujjatlarga nisbatan keng qamrovli va zarur qismlari ham ko'proq hisoblanadi. Ko'rsatma ish hujjati. Ko'rsatma ish hujjatida ham demak yuqorida aytganimizdek idora rahbarlari tomonidan tuziladigan ish hujjatlari hisoblanadi. Ko'rsatma asosan yangi tuziladigan tashkilot va korxonalarda shaxslar haqida, rahbar haqida, xodimlar haqida umumiy qilib beriladigan ish hujjati hisoblanadi bu. Mana bu yerda ko'rsatma ish hujjati namuna ko'rsatib o'tilgan. Taklifnoma ish hujjati, ma'lumot axborot hujjatlarining ichiga kiruvchi taklifnoma ish hujjati, ya'ni tashkilot va korxonalar tomonidan biron bir tadbirni o'tkazish uchun boshqa tashkilotga beriladigan taklifnoma, ya'ni ish hujjati hisoblanadi. Shaxsiy taklifnomalarimiz ham ko'proq bizda ishlatiladi, ya'ni o'sha marosim bilan bu tadbirga, marosimlarga berilish jarayonlarida ishlatiladi. Keyingi ish hujjatimiz e'lon ish hujjati ham, demak bu tashkilot va korxonalar tomonidan beriladi. Tadbirlarda biron bir konferensiyalarda demak ishtirok etish uchun demak beriladigan ish hujjati hisoblanadi. Umuman oladigan bo'lsak, mana shu ko'rsatib o'tilgan ish hujjatlarida, barcha ish hujjatlarida, tashkiliy hujjatlarda ham
farmoyish hujjatlarida ham, ma'lumot axborot hujjatlarida ham, xizmat yozishmalarida ham oladigan bo'lsak, barchasi hammasi rasmiy uslubda olib boriladi. Bu ish hujjatlari rasmiy uslubda olib borilishning sababi davlat tomonidan imzolanadi yoki bo'lmasa korxona va tashkilot tomonidan ro'yxatga olinadi va huquqiy kuchga kiradi. Shuning uchun ham ularni biz rasmiy ish hujjatlari deymiz. Rasmiy ish hujjatlari demak bizda ko'proq shaxsiy ish hujjatlarida botimon farqli tomoni shundaki, shaxsiy ish hujjatlari ya'ni yakka holda, ya'ni shaxslarning o'zaro erkin muomaladan foydalanish jarayonida ham yozilgan xatlar bo'lishi mumkin. Rasmiy hujjatlar esa bu demak to'g'ridan to'g'ri rasmiy uslubda olib boriladi. Mana shuning uchun ham bu hujjatlarni biz rasmiy ish hujjatlari deb olishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.